Bitta achchiq haqiqatni aytaymi? Mana hozir batlar bor-ku, jinsiy zaiflikni, bepushtlikni 100% tabiiy, davolaydi, bezarar deb reklama qilishyapti-ku. Shular haqida biz shifokorlar ham bilamiz albatta. Ammo ko'plarini tavsiya qilmaymiz. Bu kabi reklama internetda ko'payib ketgani tufayli chet ellik shifokorlar hammasini tarkibini o'rganib chiqqanda, bu qo'shimchalarning 40% dan 80% gacha sostavida oddiy sildenafil, ya'ni Viagra bor ekan. Ya'ni sizlarga reklama qilayotgan dorilarning deyarli hammasini ta'siri bu oddiy Viagrani ta'siri. Eng xavflisi, bularning ichida qanaqa doza borligini hech kim bilmaydi. Ya'ni oddiy aptekada sotiladigan dozadan kattaroq bo'lishi ham mumkin. Bu esa yurak qon tomiri tizimiga yomon ta'sir qilib, qon bosimini tushib ketishiga yoki oshib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Hamma tabiiy deb aytgan, maqtayotgan, reklama qilayotgan dorilarga ishonib kerak emas. Yanada foydali ma'lumotlarni olish uchun kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni do'stlarga yuborib qo'yishingiz mumkin.